Assalomu alaykum. Biz Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida yangi tibbiyot klasteri binosining jarrohlik amaliyotlari blogidamiz. Ushbu blog haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Mana bu blogimiz 3 va 2 va 3 jarrohlik amaliyotlari qiladigan bo'lim. To'liq sensorli eshiklarni ochish bilan jihozlangan. Bu yerda birdaniga ikkita blok operatsiya o'tkaziladigan jarrohlik amaliyot o'tkazish xonalari mavjud. Masalan, bu yerda o'ng tomonda travmatologiya, ortopediya bemorlarning operatsiya o'tkazadigan joyi bo'ladigan bo'lsa, chap tomonimizda esa neyroxirurgik jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladigan joyimiz. Mana hozir bu xonani mana ochamiz. Bu xonani ochdik va bu yerda to'liq tibbiy jihozlar, zamonaviy texnologik jihozlar bilan ta'minlangan neyroxirurgik jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun nimaiki lozim bo'ladigan bo'lsa, barcha apparatlar, jumladan mikroskop, S-duga va neyromonitorlarni kuzatish amaliyotlarini o'tkazishning barcha asbob uskunalar bilan ta'minlangan va imkoniyatlarimiz bugungi kunda respublika miqyosida o'tkaziladigan amaliyotlarning 80% ga miqdorini mana shu yerda o'zida o'tkazish imkoniyati paydo bo'lyapti. Buning natijasida surxondaryolik bemorlarimizni nimaga Toshkentga, markazga qatnashi keskin kamaydi. Hozir o'rtacha bir oyda bitta ya ikkita bemorimiz o'sha savol tug'ilib qolganda jo'natishimizga to'g'ri kelyapti. Boshqa amaliyotlarning barchasi markazda o'zida amalga oshirilyapti. Agar lozim bo'ladigan bo'lsa, o'sha respublikadagi mutaxassislarni bemalol jalb qilib, barcha amaliyotlarni mana shu markazimizda o'zida amalga oshirsak bo'ladi. Xuddi shu yuqorida aytib o'tilgandek, yana jarrohlik amaliyot o'tkazish xonalaridan bittasi bu urologik bemorlarni jarrohligini o'tkazishga mo'ljallangan, tayyorlangan xonamiz. Barcha jihozlar bilan ta'minlangan. Jumladan oxirgi zamonaviy asbob kelgan. Bu yerda Golmi lazeri 100 vatlik. Uni bemorni tanasini kesmasdan turib, buyrakkacha bo'lgan toshlarni bemalol maydalab olish imkoniyati paydo bo'ladi. Hamda mana yonimizda turibdi laparoskopik jamlanma. Bu asbob uskuna bilan bemorlarni kichkina kesimlar orqali barcha jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish imkoniyati mavjud. Xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek, urologik kasalliklarni aniqlash, tashxislash hamda ularda olib borayotgan amaliyotlarning o'rtacha 90% miqdorida bemorlarda markaz o'zida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish mumkin. Hozir biz Respublika urologiya markazi bilan ham aloqalarimiz juda yaxshi va ularni bemalol yangi texnologik jarayon amaliyotlarga taklif qilsak, ular yetib keladi. Shu bilan birgalikda biz hozir Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy Vahidov nomidagi ilmiy-amaliy markazlar bilan aloqamiz bor. Ular bilan hamkorlikda olib borilyapmiz. Xuddi shu amaliyotlardan yurakdagi ochiq turdagi jarrohlik amaliyotlari, buyrak ko'chirish amaliyotlarini hozir yo'lga qo'yganmiz. Va ko'krak qafasida va qorin bo'shlig'ida bo'ladigan murakkab jarrohlik amaliyotlari ham xuddi shu markazda amalga oshirish imkoniyati mavjud. Agar lozim bo'ladigan bo'lsa, o'sha markazda tegishli mutaxassislarni chaqirib, qolgan bemorlarimizni ham amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ushbu bo'lim reanimatsiya bo'limi hisoblanadi. Jarrohlik amaliyotdan o'tkazilgan bemor va og'ir bemorlarimiz xuddi shu bo'limga kelib davolanadi. Mana reanimatsiya postimiz. Hozircha bitta bemorimiz bor, boshqa bemorlarimiz boshqa xonalarda. Bu yerda ham to'liq barcha asbob uskunalar, sun'iy nafas berish va monitoring qilish, kislorod bilan markazlashgan holda ta'minlash hamda avtonom kislorod berish jihozlari bilan to'liq ta'minlangan va bemorlarga to'liq xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud. Mana reanimatsiya bo'limida yangidan bitta palata tashkil qilganmiz. Xuddi shunaqa palatalarimiz soni 4 ta. Bu palatalarni tashkil qilishdan maqsadimiz biz kelajakda jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ya'ni bu amaliyot bugungi kunda Hindistonda, Turkiyada va Rossiyada hamda respublikamizda Samarqand va Toshkent shahrida o'tkazilib kelinyapti. Endi amaliyotni Surxondaryoda joriy qilmoqchimiz. Amaliyotni masalan Hindistonlik mutaxassislar bilan agar qiladigan bo'lsak, ular Hindistonning o'zida $22,500 ga operatsiyaning o'zi bu 4-5 kishi bemor bilan birgalikda boradigan bo'lsa, ya'ni donor, resipient va ularga qaraydigan qarovchilar bilan boradigan bo'lsa, ular o'rtacha $35,000 gacha mablag' sarflaydi. Agar biz mutaxassislarni shu viloyatimizga, Termiz shahriga jalb qilib, shu yerda amaliyotni bajaradigan bo'lsak, o'sha sarflanadigan mablag'larning
4dan 1 ham ketmasligi mumkin. Ya'ni buni davlat sug'urta tizimi orqali amalga oshirishda yo'lga qo'ymoqchimiz. Buning uchun hozir texnologik jarayonlar ketyapti. Ya'ni texnologik jarayonlarni to'liq ta'minlab, ishlatiladigan asos-uskunalarni to'liq oxiriga yetkazib olganimizdan keyin mutaxassislarni jalb qilib, ularda kelib ko'rikdan o'tkazib, bizni tayyorgarligimizni ko'rgandan keyin ular to'liq o'zlarini brigadasi bilan kelib, shu yerda jigar ko'chirish amaliyotini boshlamoqchi. Ular boshlagandan keyin biz mutaxassislarimiz birdaniga ular bilan qo'shilib kirib, birinchi bosqichda ular to'liq brigada bilan keladi. Keyingi bosqichlarda esa mutaxassislarimiz sekin-sekinlik bilan o'zlashtirib borgandan keyin faqatgina tegishli mutaxassislar kelib boshlaydi. Shu hisobda bir marta taklif qilinganda o'rtacha 4 ta bemorda jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi va keyingi boshqa murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun zamin hozirlagan bo'lamiz.